Assalamu alaykum qayrindishim. Şinjan televiziya stansiyasining Madaniyat Bo'stoni programmasida 2011-yil aprelning oxiri dangliq obzorchi Yalqin Ro'zi bilan riyosatchi Ablat Abdurahimning kishilik hayotning chirig'i umid degan temada o'tkazgan suhbati qo'yilgandan keyin ko'rurmanlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'lgan. Tövəndə anglaydiğınız dal shu qitimliq suhbatning xotirasi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Muzikasini Dilfuruz G'ani ishlagan. Riyosatchi. Assalomu alaykum. Madaniyat Bo'stoni programmasining aziz ko'rurmanlari. Programmamiz sizlar uchun xizmat qilishni sharaf deb biladi. Hammamizga ayonki, umid kishilik hayotning chirig'i. Umidvorlik turmushdagi aktiv va tashabbuskor ruhiy holat. Ümidsizlik hayotga tutilgan passiv pozitsiya. Biz bugungi suhbatimizda kishilik hayotning chirig'i bo'lgan umid masalasi to'g'risida muhokama ilib boramiz. Bugungi suhbatkorimiz to'nilgan obzorchi Yalqin Ro'zi. Yalqin apandi, bir necha yilning oldida siz Urumchi televiziya stansiyasining riyosatchisi Elnur Ibrohim bilan Chin yurakdan chin so'zlar programmasida baxt ilkingizda degan temada suhbat ilib borgan edingiz. Shu qitimqi suhbatning ta'siri nihoyat yaxshi bo'lgan. Albatta, baxt masalasi hamma kishi izlanadigan va ko'ngil bo'ladigan muhim masala. Xuddi baxtning nimaligini to'nish zarur bo'lgandek, umid masalasini oydinlashtirib olishmi kishilik hayotdagi intayin zarur masala. Sizningcha umidni qanday to'nish kerak? Umid xuddi baxtga o'xshashla kishilik hayotdagi eng muhim masala, ham eng muhim ruhiy boylik. Biroq kishilik hayotda umidning eng muhim ruhiy boylik hisoblanadiganligini hamma kishi tushunib ketalishi notayin. Bu xuddi hamma odam baxtga intilsimi, ammo baxtning nimaligini chin ma'nosi bilan tushunadigan ham his qiladigan odamlarning ko'p bo'lmag'idek bir ish. Umid haqiqatan kishilik hayotning chirig'i. Kishilik hayot mushkulotdan xoli bo'la olmaydi. Inson turli xislarga duch kelib turadi. Jamiyat murakkablashgan sari odam iqtisodiy besim, kishilik munosabat besimi, urf odat besimi, xizmat besimi degandek turli besimlarga bardoshlik berib yashashga to'g'ri keladi. Bunda xiris va besimlarni faqat tirishchanlik, idrok, iroda, sabr, toqat, ishonch va umid bilan yengib ketgili bo'ladi. Hayotda ahlini va ishonchini yo'qotmagan odamning yo'qotadigan narsalari uncha ko'p bo'lmaydi. Ishonch bor yerda umid bor. Ishonchini yo'qotgan odamning saqlab qolgudak hech narsa qolmaydi. Umidsizlik odamni laqboliqqa ilib boradi. Laqbo odamda na g'ayrat, na harakat bo'lishi mumkin emas. Ro'shanki, g'ayratsiz, harakatsiz hayot tushkun hayotdir. Tushkunlik mag'lubiyatning dal o'zidir. Shunga umid va ishonch kishilik hayotdagi eng muhim ruhiy boylik hisoblandi. Riyosatchi. Biz sizning umid to'g'risidagi bu ta'riflaringizdan umidvorlikning kishilik hayotdagi qimmatini texmi chunqur tushundik. Umid abstrakt tema. Uni aniqroq tushunish uchun atrofliq muhokama qilish zarur. Yalqin apandi, siz umidsizlik, tushkunlik, mag'lubiyatga tang dedingiz. Mushu bo'yicha bo'lganda umidsiz, tushkun odam keraksiz odam hisoblanishi kerak. Sizningcha umidsiz, tushkun odamni axloqsiz odam deyishga bo'lamdi? Doim degidek umidsiz, tushkun yuradigan odam haqiqatan keraksiz odam hisoblanadi. Lekin umidsiz, tushkun odamni axloqsiz odam degili bo'lmaydi. Qonunga muxolif yo'l tutgan odam degilimi bo'lmaydi. Biz kishilarning umidsiz, tushkun odamlarni axloqsizlikda ayblaganligini anglaganimiz yo'q. Yoki umidsiz, tushkun biror odamni soqchilarning izlab so'roq qilganligini ko'rganimiz yo'q. Demak, umidsizlik, tushkunlik axloq masalasimi emas, qonun masalasimi emas, ammo u kishilik hayotning sifati masalasi. Anlaşlara qaraganda 1980-yillarning boshlarida Urumchining Buloqbeshi, ya'ni Sanshxanza atrofida ko'cha lukchikiga aylanib ketgan bekor talab bir yigit o'tgan ekan.
Onun ata-anası Мәдәният зор инқилабының ziyankeşligiga uchragan bo'lg'ashqa, bolasi tarbiyasiz cho'ng bo'lib, yomon bolalarga qo'shilib ketibdi. Ata-ana chiroyli tarbiya qilsa, bu yigit bo'ludi deb anglaydi ekan-yu, amal qilmaydi ekan. Har qancha qilibmi ulfatlaridan ayrila olmaydi ekan. Bekor talablik yo'lidan qayta olmaydi ekan. Natijada bu yigit bilan ota-onasi o'tirsida ig'ir ziddiyat ko'rilib, yigit ota-onasi bilan birga turmay bir egizlik ko'n uyini ijaraga olib, shu uyda turadigan bo'ldi. Bu ishdan yigitning ko'ngli intayin yerim bo'ladi ekan. Ota-onasining tonish bilishlarimi bu yigitni uchratsa ayblaydi ekan. Ruhiy besimga bardoshlik bera olmagan ham turmushdagi ma'nosizlikni hal qila olmagan bu yigit umidsizlanib, o'lib olish qaroriga keldi. U bu qarorga kelgandan keyin qoida bo'yicha o'lish oldida ko'nglimdagi biror orzuni o'rinlab, o'zimni rozi qilib o'lay deb o'ylab, o'zining to'g'ri go'shiga amroqligini esiga oldi. Shuning bilan bozordan bir chor xo'razni setib olib, kechda uyga elib ketdi. U puti bog'loqli xo'razni uyning o'tirsiga tashlab, qo'liga yo'g'on pichqini elib, xo'razning bo'yniga suray deb tursa, to'satdan ishki jiddiy qiqilib, o'zi bilan bir hoyilda o'ltiradigan bir qo'shnisi oldirab kirib ketdi. Qo'shnisining ayoli ig'ir oyoq ekan. To'satdan to'lg'iqqa tutib ketgachga, ayolini doktorxonaga opirishib berishga yordam talab qilib kirgan ekan. O yillarda qatnash qurallari qiz, taksi yo'q zamonlar bo'lg'ashqa, bu ikkilan bir amallarni qilib, qurilish o'rnidan loy to'shiydigan bir chaqliq qo'l harbisini oriyat elib kelib, ustiga kigiz yotgan ko'rpalarni silib, ig'ir oyoq ayolni ustida o'ltirg'izib, hozirab humedab doktorxonaga elib beribdi. Doktorxonalarning mulozimat sharoiti va mulozimat sifati hozirgidek yaxshi bo'lmag'achqa, u yoqqa yugurib, bu yoqqa so'rab, oxiri ayolni yotoqqa oldiribdi. Yigit u er-xotinni doktorxonada qoldirib, qo'l harvasini so'rab, qurilish o'rniga topshirib etib, erib ichib uyga yetib ketdi. Uyga kelganda vaqt bir yerga berib qolgan bo'lg'ashqa, yigit xo'razni so'yib, adolab, go'shini pishirib yeyishga ko'zi yetmay, quruq non yeb, bo'ldilar, at so'yib yey deb harg'inliqda uxlab qoldi. Tong so'zlibdi. Laydak ezilib, tatliq uxlab atgan yigit to'satdan xo'razning chilligan suzuk ovozidan cho'chib uyg'onib ketibdi. Qarasa, xo'raz puti bog'loqliq, bo'ynida yo'g'on pichoq besiqliq turgan holatda yerga choplashib yetib turib chillab atqudek. Buni ko'rib, yigitning ahli hayron qoldi. U o'z-o'ziga bir ojiz xo'raz mushu holatda turib, o'z burchini ado qilib chillab turibdi. Men odam turib, hech nima yo'q o'lib olsam, uyat emasmi? deb pichirlab, o'zining tunugunki o'y xiyolidan qattiq o'kinibdi. Hayotini inkor qilish yo'li bilan tushkunlikdan, ma'nosizlikdan qutulmoqchi bo'lgan bu yigit ana shunday sabab bilan hayotga yangi boshdan qaytib ketdi. Turmushga yangi boshdan qadam qo'yibdi. Jamiyatga yangi boshdan nazar tashlabdi. Demak, u tushkun, umidsiz, passiv hayotdan qo'l uzib, jo'shqin, umidvor, aktiv hayotga qadam besibdi. Shuning bilan uning hayotining sifatida tubdan o'zgarish ko'rilibdi. Shunga umidvorlik turmushning sifati masalasi. U bir turli qimmatli kishilik safa deb qarayman. Kishini xo'shal qiladigan yeri shuki, hayotning sifatini o'stiradigan jo'shqin ruh, hayotni nurlantiradigan bitmas, tugamas energiya bo'lgan umid tuyg'usiga har qanday odam haqsiz erisha oladi. U sizning o'rningizdan dast turib, qaddingizni rustlashingizni, ko'zlaringizni quyosh balqib turgan cheksiz ufuqlarga tikishingizni kutadi. Mushundaq yashash shubhisizki hayotga sifat, qimmat, ahamiyat, natija va utuq ato qiladi. Riyosatchi. Meningcha umid odamiylikning mazmunini tashkil qiladigan alohida sopa. Shundaqla u kishilik hayotning sifatini belgilaydigan muhim o'lchamlarning biri. Yalqin apandi, siz yuqorida umidsizlik axloq masalasimi, qonun masalasimi emas dedingiz. Undaqda umidsizlik kishilik hayotdagi odatdagi masalami? Uning kishilarga va jamiyatga keltiradigan ziynini unchavala ig'ir emas deyishga bo'lamdi. Umidsizlik ruhiy holat. Umidsizlik ruhiy holati hargizmi odatdagi masala emas.
yuqorida aytib o'tganimdek, ümidsizlik, tushkunlik odamni laqboliqqa ilib boradi. Laqba odam beparvo, beg'am bo'ladi. Undaq odamda g'ayrat va harakat bo'lmaganning ustiga andishi ini, tashvish ini, ta'xirsizlik tuyg'usi va mas'uliyat tuyg'usi yo'q bo'ladi. Sharq klassik adabiyotining munavvar vakillaridan biri bo'lgan Abdurahmon Jomiy beparvolik ham beg'amlik ming turli qismatlarning sababchisidir deb aytgan. Haqiqatan mu tushkunlik yamragan, umidsiz odamlar ovib ketgan jamiyatning muvozanati buzilgan bo'ladi. Chunki umidsizlik, tushkunlik haq nohaq o'lchamlarining ostin ustun bo'lishiga, esil qimmat mezonlarining e'tiborsiz o'ringa tushib qolishiga, insoniy axloq o'lchamlarining tuvallab ketishiga, mas'uliyatsizlik ruhining yamrab ketishiga sabab bo'ladi. Natijada axloq, ruhiyat va harakat jihatda kasallik xarakterdagi ijtimoiy psixika hodisasi ko'riladi. Shunga ümidsizlik ham tushkunlik keltirib chiqaradigan ijtimoiy oqibat nihoyatda og'ir bo'ladi. Chunki ko'pincha hollarda jamiyatda ko'rilgan axloqqa muxolif, qonunga xilof qilmishlar tushkunlikning natijasi sifatida o'tirg'i chiqadi. Mushu nuqtadan aytganda ümidsizlik iblisning ishi degan so'z oddiy ma'noda aytilgan so'z emas. Riyosatchi. Xo'sh, siz tushkunlik va umidsizlikning intayin og'ir ijtimoiy oqibat keltirib chiqaradigan psixikalik kasallik ekanligini bayon qildingiz. Uning ziynini mo'ljalliksiz deb ko'rsatdingiz. Undaqda sizningcha barliq umidsizlikni kishilik hayotdagi passivlik, jimi umidvorlikni kishilik hayotdagi aktiv pozitsiya deb qarsak bo'lamdi. Bu nihoyatda nozik savol bo'ldi. Bu haqiqatan inchki masala. Chunki ruhiyatga munosabatlik masalalar intayin murakkab bo'ladi. Kesib bir nima deyish tas. Umid murakkab abstrakt uqum. Meningcha barliq umidsizlikni passivlik, jimi umidvorlikni aktivlik deb mutlaqlashtirishga bo'lmaydi. Ko'p hollarda dono kishilar kirsiz tuyg'usi ichida yashaydi. Ulardagi bu xil kirsiz tuyg'usiga ularni umidsizlantirgan ijtimoiy masalalar sabab bo'ladi. Ular boshqalarni o'ylab, boshqalarni ko'zda tutib, hasrat o'tida puchilindi. Chunki ular odatdagi kishilar his qilib yetmagan xavf va yomon oqibatlarni his qilib yetgan bo'ladi. Ular yiroqni ko'radi. Hodisning ichidagi mohiyatni, xo'shallikning kaynidagi qayg'u hasratni, chiroyli so'zlarning tegidagi suiqasdni ko'rib yetgan bo'ladi. Shunga ho'shyor, sagik holatda chunqur mulohiza ichida yashaydi. Ularning aksicha ko'p hollarda hayot, jamiyat haqidagi to'nishi yuzi, sodda kishilar umidvor holat yashaydi. Amaliyotda ulardagi bu umidvorlik yengiltak ruhiy holat bo'lib, ularda o'zidan halqagan chunqur kirsiz tuyg'usi yo'q. Shunga ulardagi umidvorlikning sifati bakli tuvan bo'ladi. Bu xil umidvorlik soddalikning ifodasi xolos. Riyosatchi. Har bir odamdagi umidsizlik, tushkunlik ruhiy holatining ko'rinishiga o'xshash bo'lmagan omillar sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar beshiga og'ir qismatlar kelganda ishonchini yo'qotib, tushkunlashib ketadi ekan. Hatto hayotdan butunlay umidini uzib, o'zini tashlab etadi ekan. Yana ba'zi odamlar beshiga og'ir qismatlar kelgan taqdirdami, bundaq mushaqqat xumdollarida uzuksiz tavlidib, texmi jasur, texmi ruhliq, o'ziga bo'lgan ishonchisi texmi kuchli bo'lib ketadi ekan. Yolqin efendi, sizningcha umidsizlik kayfiyati nima sababdan kelib chiqadi? Umidsizlik bir xil psixiklik kasallik. İnsanning psixiklik tanqoniqi buzilganda ko'riladigan ruhiy holat. Odamlardagi umidsizlikning darajasi o'xshash bo'lmaydi. Odatda hamma ishdan ro'y qaytgan bir xil umidsiz odamlar bo'ladi. Ular ishonchini tamoman yo'qotgan umidsizlardan bo'lmasimi, lekin hayotdagi har bir o'zgarishdan xavotirlandi. Natijada kayfiyati tuban, noxush hayot kechiradi. Tuvandagi misolda bu xildagi odamning ruhiy holati nihoyatda tipik ifodalangan. Kechqurunda ketayotgan ikki odamning biri quyoshning petayotganligiga qarab hasrat bilan "Quyosh o'ltirdi, jahonni qorong'ulik qoplashga boshladi" debdi.
Yana biri yo'q, yulduzlar charaqlab yenib, go'zal kecha osmoni yuz etishga boshladi debdi. Hayotda odamning irodasiga asli baxmaydigan, saqlanish mumkin bo'lmaydigan tabiat hodislaridan va qonuniyatlik o'zgarishlardan hasrat chekib yashashmi bir xil umidsizlik. Turmushdagi rangdorlikdan ta'sirat cho'qlab, huzur his qilib yashashning o'rniga qoqab qoqshab yashashmi bir xil umidsizlik. Fransiyalik mashhur mutafakkur Rousseau eng ahamiyatli yashagan odam uzun yashagan odam bo'lishi notayin. Ahamiyatli yashagan odam turmushdan eng ta'sirlangan odam bo'lishi kerak deb aytgan. Odamlarning turmushga bo'lgan ta'siroti o'xshash bo'lmaydi. Shaiylarga tutgan pozitsiyasimi o'xshash bo'lmaydi. Shunga ba'zilar umidvor holatda olg'a intilib tetik yashaydi. Ba'zilar umidsiz holatda g'udrab voysab yashaydi. Bu o'xshash ish ustida qaysi tarafdan tafakkur qilishga bog'liq. Odatda yo'lda ketib borganda yomg'ir yetib qolsa, kunlikni ichvasakla bo'ladi. Ajabmi nas kun bo'ldi, yana yog'di bu yomg'ir deb voysashning hojati yo'q. Bundaq voysash yomg'irga, bulutga yoki shamolga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Aksicha kayfiyatimizni buzadi xolos. Kundalik turmushdagi ko'pincha ishlar dal mushundaq. Shunga kayfiyatni ustun tutib, qilmoqchi bo'lgan ishni puxta qilish kerak. Hadisida voysab yurish kayfiyatni tuvaltib etadi. Bu xil holat takrorlanib, odatga aylanib qolsa, odam umidsiz odamga aylanib ketadi. Hayot bek murakkab bo'ladi. Hayotda har qanday odam asla umidsizlanmayman deb ayta olmaydi. Psixikasi har qancha kuchli odamlarmi ba'zida umidsizlik ruhiy holatiga giriftor bo'lishi tabiiy. Birdamlik yoki qisqa mezgillik umidsizlik kayfiyat krizisi hisoblanadi. U o'tkinchi bo'ladi. Uzoq mezgillik umidsizlik ishonch krizisi hisoblanadi. Bizning ko'z tutib atganimiz ishonch krizisiga duchor qiladigan uzoq mezgillik umidsizlik holatidan iborat. Bundaq ruhiy holatning shakllanishiga turli ichki tashqi omillar sabab bo'ladi. Chunki ba'zida odam qabul qilib bo'lg'isiz darajadagi fojia va baxtsizlarga duchor bo'lmayman deyolmaydi. Tasodibiyliklar bilan to'lgan bu olamda hamma ish odamning ruhiy holatiga yoki undaq yoki bundaq ta'sir ko'rsatadi. Psixologlarning qarashicha ko'pincha kishilarda o'rtaq ko'riladigan umidsizlikka sabab bo'ladigan omillar tövandagi 4 nuqta bilan munosabatlik ekan. Birinchi, boshqalarning bahosi ichida yashash. Ikkinchi, belgilangan nishoni muvofiq bo'lmaslik. Uchinchi, hayotning sifati tovan bo'lish. To'rtinchi, kuzatish va tushunishi yuza bo'lish. Riyosatchi. Siz yuqorida ko'rsatib o'tgan omillarning ichidagi boshqalarning bahosi ichida yashash degan uqumni ro'shanroq tushuntirib baqsangiz. Bir qism odamlar haqiqatan boshqalarning bahosi ichida yashashga ko'ngan bo'lg'ashqa, boshqalarning o'zi haqidagi ko'ngilsiz baholarini anglasa, xudini yo'qotib qo'yadi. Siz o'z erkini boshqalarning ilkiga tushirib qo'yadigan, o'zgalarning bahosi ichida qoymoqib yuradigan kishilarda umidsizlik xohishi nisbatan ig'ir deb qaramsiz. Kishilik hayotda boshqalarning so'ziga, bo'libmi bahosiga ziyoda ahamiyat beradigan odamlar oson mag'lubiyatchi bo'lib qoladi. Boshqalarning so'ziga ziyoda ahamiyat beradigan bu xil kishilar doim degudek hamma odamning o'zini yaxshi ko'rishini umid qiladi. Kutgani bilan amaliyat zid bo'lib qolsa, umidsizlanib ketadi. Navoda boshqalarning fitna ig'volarga duchor bo'lib qolsa, biroqla xudini yo'qotib bo'shab ketadi. Kishilarning og'zini etish dengizga ko'vrik selishdan mushkul degan hikmatli so'z bor. Hayotda qusurchi, hasadxo'r, masxarabas odamlar mangdamda bir uchrab turadi. Ularning palpatish baholariga, zaharxanda masxaralariga ahamiyat berishga to'g'ri kelsa, ushuk tekkan kovadak tugishadigan gap. Psixikasi kuchli, mustaqil xarakteri bor qaysar odamlar o'zi to'g'risida hasad va masxara bilan aytilgan so'zlarni olg'a ilgarilashning harakatlantirgich kuchiga aylantira oladi. Hasadxo'rlarning, masxaravozlarning so'zlari toshga o'xshaydi. Ojiz bo'lsangiz, bu toshlarga putlashib yiqilib, borgan sari ishonchingizni yo'qotasiz. Kuchli bo'lsangiz, bu toshlarni palampay qilib, uzuksiz holda o'zingizning hayot nishoniga borgan sari yiqilishsiz.
Bundaq qilish uchun odamda po'latdek iroda, kuchli xarakter, faylasuflarcha pozitsiya bo'lishi kerak. Ro'shanki, g'oyasi yuksak, shon shuhrati yuqori, iqtidori ustun odamlar xilma-xil topa tanlarga, hujum hasadlarga uchramay qolmaydi. Riyosatchi: biz po'latdek iroda, kuchli xarakter degan so'zni ko'p anglagan. Buni vujudida hozirlay olgan kishilar oz bo'lsa-mu, ammo buni biladiganlar intayin ko'p. Lekin faylasuflarcha pozitsiya degan uqumni biladiganlar meningcha ko'p bo'lmasa kerak. Shunga mushu uqumni misol orqali tushuntirib baqsınız. Faylasuflarcha pozitsiya ko'rgan bilgini ko'p, ma'lumoti mo'l, tafakkuri jonli kishilarda ifodalanadigan bir xil yuqori psixikalik sopa. Buni jonli biror misol orqali tushuntirishga to'g'ri kelsa, Sokrat to'g'risidagi bir hikoya bu xil pozitsiyani nihoyat yaxshi izohlab bera oladi deb qarayman. Sokrat bo'ytaq mezgilida bir qancha do'sti bilan nihoyat kichik bir eg'izliq uyda o'tirdi ekan. Shundaqdimi ertadan kechgacha xo'shal yurdi ekan. Bir kishi uningdan: "Shuncha ko'p odam kichkina uyda qistilib yashab turibdi, siz yana nimaga xo'shal bo'lasiz?" deb so'rabdi. Sokrat: do'stlar bir yerga jam bo'lsa, har vaqt ideya va hissiyot almashtirg'ili bo'ladi. Sizningcha bu xo'shal bo'lishga arzigudek ish emasmi? debdi. Bir mezgil o'tgandan keyin Sokratning do'stlari to'y qilib, ko'chib chiqib ketib, uyda Sokrat yolg'iz qoldi. Lekin u har kuni yanada xo'shal yuraveribdi. Eliq kishi uningdan: "Siz o'zingiz bu uyda yolg'iz turib, yana nimaga xo'shal bo'lasiz?" deb so'rabdi. Sokrat mundaq deb javob beribdi: "Mening nurg'un kitobim bor. Bir kitob bir ustozga barobar. Men shuncha ko'p ustozlar bilan birga o'tib olsam, ham har qanday vaqtda ulardan ta'lim ola oladigan tursam, nima uchun xo'shal bo'lmaydi ekanman?" Necha yillardan keyin Sokratmo to'y qilib, yangi uyga ko'chib kiribdi. Bu 7 qavatlik bino bo'lib, uning uyi binoning birinchi qavatida ekan. Üstüdekiler hamisha tövenge yundi tükedi ekan. Ko'ni oyoq, sesiq paypoq, chashqonning o'ligi degandek maynat narsalarni tashlaydi ekan. Heliq kishi Sokratning yanada xo'shal yashayotganligini ko'rib, qiziqqan holda uningdan: "Siz mushundaq muhitda nachar uyda o'ltiribmi, yana o'zingizni shuncha xo'shal his qilamsiz?" deb so'rabdi. Sokrat: "Shundaq. Siz birinchi qavatning yaxshi tarafini bilmaysiz. Masalan, eshikdan kirsingizla uy, yerib ichib egiz qavatga chiqishning hojati yo'q. Narsa kerak yo'tkashgimi qolaylik. Kishini texmi rozi qiladiganini binoning oldidagi bo'sh yerga gul yoki ko'ktat terg'ili bo'ladi. Bu nima degan ko'ngillik ish ha?" debdi. Bir yildan keyin Sokrat birinchi qavatdagi uyini yuqori qavatdagi bir do'stiga o'tinib beribdi. Chunki bu do'stining uyida polish bo'lib qolgan bir yashangan kishi bor ekan. Sokrat binoning eng yuqori qavatiga ko'chib chiqib, yanada xo'shal-xo'ram yashabdi. Heliqi kishi Sokratni mazoq qilgan holda: "Taqsir, 7-qavatda o'ltirsa, qanday foydali taraflari bor ekan?" deb so'rabdi. Sokrat: "Yaxshi tarafi nihoyat ko'p. Masalan, har kuni bir qancha qitim tushib chiqishning o'zila sog'lomlikqa intayin foydali. Yana kun yaxshi tushadi. Uy yo'riq bo'lg'achqa kitob ko'rganda, maqol yozganda ko'z charchamaydi. Ham yuqori qavatda sizni hech kim avar qilmaydi. Kech-kunduz intayin tinch o'tsiz" debdi. U kishi keyin Sokratning o'quvchisini uchirtib kelib, uningdan: "Sizning ustozingiz hamisha shunda xo'shal yuramdi. Mening his qilishimcha, uning har qitim turgan uyining muhiti ancha yaxshi emas-ku?" deb so'rabdi. Sokratning shogirdi uningga: "Odam uchun ruhiy kayfiyat muhitimi zarur" deb javob berdi. Bu Sokrat haqidagi bir to'qilma hikoya. Hikoyadan Sokratning har qanday ahvolda ruhiy holatini ozoda ham xo'shal tutib yashaydigan faylasuflarcha pozitsiyasini ko'rib olg'ili bo'ladi. Haqiqatanmi mutafakkurlar turmushdagi ancha kim qiyinchiliklarni cho'ng bilib ketmaydi.
prinsipal məsələlərdə ondan qat'iy pozitsiyasını ifadelaydi. Çoğ işlarını qıladigan adamlar işlarını bir taraf qilishda, мәселени çoğ jihatdan o'ylashidi. Faqat nazar doirasi tor kishilarla kichik ishlarni zig'irlab turib oladi. Qisqasi, faylasuflarcha dunyo qarashqa va mijoz xarakterga ega bunday kishilar hayotning ma'nosini boshqa nuqtalardan izlaydi. Riyosatchi: Yolqin apandi, siz faylasuflarcha pozitsiya degan uqumni jonliq tushuntirib berdingiz. Endi yuqorida tilga ilib o'tgan nishoni muvofiq bo'lmaslik degan uqumni izohlab o'tgan bo'lsangiz. Hayotda o'ziga ziyoda yuqori talab qo'yib olgan bir qism kishilar bo'ladi. Ular o'z g'oyasi va orzu istaklarini o'zlarining qurbi yetmaydigan darajada yuqori bekitib oladi. Natijada amalga oshira olmay o'zini tali kaj hisoblab bearomlik ichida kun o'tkazadi. Odam o'zini to'g'ri mo'ljallamaganda yetmoqchi bo'lgan nishon g'oyalari reallikka uyg'un bo'lmaganda o'zini mag'lubiyatchidek his qilib tushkunlik patqiga petib qoladi. Shunga nishon g'oyaning muvofiq bo'lmasligimi umidsizlikni keltirib chiqaradigan muhim sabab deb qaraladi. Eng yaxshisi odam o'zining iqtidoriga mos keladigan nishonga intilishi kerak. Undaq bo'lmaganda ro'yi sovib, umidsizlanish kayfiyati kelib chiqadi. Bir qism nishonlar shu kishining iqtidoriga intayin mos kelsa-mu, biroq har qanday nishonning amalga oshishi subyektiv omillarga bog'liq bo'lavermagachga, o'xshashla mag'lub bo'lish ahvoli ko'rilib qoladi. Biroq har qanday nishonning amalga oshishi subyektiv omillarga bog'liq bo'lavermagachga, o'xshashla mag'lub bo'lish ahvoli ko'rilib qoladi. Chunki biror nishonning amalga oshishida obyektiv shart-sharoit muhim rol o'ynaydi. Shunga aqlga muvofiq ba'zi orzu nishonlarmi shart-sharoitning pishib yetilmaganligi yoki yor bermaganligi sababidan amalga oshmay qoladi. Mushundaq ahvoldami irodasi ojiz bir qism kishilar tushkunishib ketadi. Shunga odam ideya jihatda jonliq, psixika jihatda elastiklik kuchli bo'lishi kerak. Umidni birla nuqtaga bog'lab qo'yish xato. Muhit sharoitning o'zgarishi, turli inkos va uchurlarning o'xshamasligiga asosan odam o'zining nishonini har vaqt tanqishib turishi kerak. Odam umid bog'lagan bir nishon to'sqinlikka uchraganda, shuning yaqin keladigan yana bir nishonni o'rniga dastishga bo'ladi. Arzuning amalga oshishi bir o'ziksiz jarayon bo'lib, uningda nurg'un ushshaq halqalar bo'ladi. Har bir kichik arzu amalga oshganda, ondan yetmoqchi bo'lgan cho'ng arzuga yaqinlashqili bo'ladi. Shunga nishonini amalga oshirishga bel bog'lagan odamning taktikasi jonliq bo'lishi kerak. Ha degandala ro'y qaytib, bo'shib ketsa, mag'lubiyatchiga aylanib qoladi. Shunga reallikqa aktiv yuzlanish kerak. Aqlliq odamlar turmushda muayyan nishon turg'izib, ashu nishonini amalga oshirish orqali hayotiga qimmat ato qilishni, jamiyatga to'kib qo'shishni o'ylaydi. Hayotda aqlliq bo'lish kishini suyuntiradigan yaxshi ish bo'lsa-mu, lekin uningga qaysar iroda qo'shilmasa, natijasi alayda bo'lmaydi. Chunki aqlliq odamlar kichik ishlarni qiladi. Qaysar irodalik odamlar cho'ng ishlarni vujudga chiqaradi. Hem aqlliq, hem jasur odam shamsharga o'xshash har qanday chaqda kerak kelaverdi. Turmush tugumas sinoqlarga, ko'zni ola chakman qiladigan, ko'ngilni vasvasiga soladigan eziqtirishlarga to'lgan bo'ladi. Bundaq sinoq va ozdirishlar fazilatimizni, xarakterimizni o'lchaydigan tarozidir. Biz qiyinchilikni va o'zimizning ojizliklarini har bir qitim yengsak, bir qadam ilgarilaye olamiz. Pishib yetilimiz. Irodasi mustahkam, xarakteri kuchli, istiqbol istaklari vujudini egallagan har qanday odamni, ya'ni kelajakka bo'lgan yuksak intilish, qalb to'rdan o'rin olgan har qanday odamni kishilik hayotning turli ezutqi havaslari va o'tkinchi manfaatlari osonlikcha qaymoqtira olmaydi. Qat'iy irodalik kishilarla bo'shashmay olg'a besish jarayonida hayotdagi kuchliklardan bo'la oladi. Odam o'zini cheklashni bilgandala, ondan ko'ngliga pukkan orzu armonlarini reallikka aylantira oladi. Nishon qilgan g'oya maqsadlarga yeta oladi. Riyosatchi:
Yalqın əpəndi, siz yuqorida tilga algan hayotning sufiti tövan bo'lish sababidinmi ümidsizlik, tushkunlik ruhiy holat kelib chiqadi degan qarashni qanday tushunishga bo'ladi? Bu yerdagi hayotning sufiti tövan bo'lish hargizmi turmushning moddiy shart-sharoitini ko'rsatmaydi, balki odamning ma'naviy sufitini, ya'ni ruhiy dunyosidagi g'urbatchilikni ko'rsatadi. Bu o'ziga bo'lgan ishonchning intayin tövan bo'lishida ifodalanadi. Ruhiy dunyosi g'urbat odamlarning o'z-o'zini qadrlash tuyg'usimi nihoyatda tövan bo'ladi. Ular ruhiy dunyosidagi namratlikni o'zining tashqi dunyosini bezab ko'rsatish orqali yengishdak noto'g'ri usulga berilib ketadi. Masalan, hashamatchilik qilib to'y to'kinlarni ziyoda cho'ng o'tkazish, turli bahona sabablar bilan qatorcha o'tkazish, iste'mol jihatda basxo'rlik qilib iste'mol talbisiga aylanish, ertadan kechgacha o'yin tomoshaga berilib, kayf safa turmush kechirish. Shu orqali o'zini boy-boyashat, xotirjam, to'qqizi tal holatda yashayotganda ko'rsatishga urinish qatorliqlar ruhiy g'urbatchilikning boshqacha shaklda ifodalanishi hisoblanadi. Bunda ruhiy g'urbatchilik ko'p sonliqlarda ko'rilsa, ular jamiyatning asosiy kuchiga aylanib qoladi. Chunki ba'zida sonning ko'pligimi muhim iqim paydo qiladi. Bundaq iqim man degan odamlarni o'z qoynim ichiga so'rab elib kirib ketalaydi. Ko'p sonliqlar sifatida o'tirg'a chiqqan bu xil kishilarning hayot qarashi va turmush odatini asli yoqtirmaydigan osonliqlar amansizlikdan ashu ruhiy dunyosi namrat ko'p sonliqlarning bo'lmag'ur qarashlari, yo'qolan odatlari va arzimas fatvolarining iskanchisiga o'xshash bo'lmagan darajada tushib, tipirlab yashashga majbur bo'ladi. Hammamizga ayonki, yaqin tuqqanlari, do'st yaranlari bilanla o'tkazsa kupoyi bo'ladigan to'y to'kinlarimiz pesh tegirda ketgan odamlarni bilsin bilmasin ola qo'ymay chaqiradigan hozirgi qim odam to'plab obro'y izlaydigan chaqin murosimga aylanib qoldi. Bundaq to'y to'kinlar kishilarning iqtisodiga ziyoda besim ilib kelganning ustiga eng yomoni talay kishilarning vaqtini behuda isrof qilib etib bordi. Bu kishilarning ichida to'y to'kinlarning dog'dug'isidan obro'y izlaydigan ko'p sonliqlarmi, ham bundaq ma'rakalarga bizorlik bilan qaraydigan osonliqlarmi bor. Osonliqlar xolimisimi bu xil vaqt isrofchiligining dardini tortishga majbur. İnsoniyatning vaqt qarashi borgan-sir kuchayib-atgan, vaqtni qadrlash ingi borgan-sir ish berib-atgan bugungi dunyoda vaqtni bu darajada isrof qiladigan odat odamni haqiqatan bizor qiladi. Pixsiq bo'lishga to'g'ri kelsa, faqat vaqt masalasida uchiga chiqqan pixsiqlardan bo'lish kerak. Chunki vaqtni zoyi qilish hayotni zoyi qilish hisoblanadi. Bundaq chaqin murosimlarga to'lgan hayot beg'am, beparvo hayotdir. Hayotni so'ymagan odam vaqtni qadrlamaydi. Bekor o'tgan hayotiga, zoyi ketayotgan vaqtiga ichinishni bilmaydi. Vaqtni qadrlash ingi yo'q odamlar tinim topmay majang o'ynaydi, qart o'ynaydi, bilyard o'ynaydi, kunlab quruq parang soladi. Germaniyaning dongliq faylasufi Schopenhauer qarta o'ynash aqldagi ojizlikning ro'shan alomati. Odamlar fikr almashtirishga qurbi yetmasa qarta o'ynashidu degan. Botlotini tiklib olib, kech-kechlab rumqiga qishadigan. Qarqirab, kulishib, tayin yo'q latbi yumurlarni aytishadigan. Koni dutlarni jaldiriltib, oli tog'il tovlab, heli bog'da, heli tog'da, heli qavaqda, heli yataqda takrar so'rin tuzib, hayotning tayzini survatimiz deb ahmoqlarcha xo'sh bo'lib, o'zini qo'llab yashaydigan bundaq turmush shakli tipik tushkun turmush shaklidir. Ruhiy tushkunlikka berilish haqiqiy baxtsizlikdir. Restoranlarda xudini yo'qotgan holda o'ynab, sakrab, qaynab, qizib yashayotgan bu bayqushlarning qarmoqqa ruhiy holati jushqunda ko'ringan bilan amaliyotda ular turmushdagi ma'nsizlikni, sezgilarini g'idiqlash usuli orqali yengishga urinayotgan bechora insonlardir. Bu xil beg'amlik ruhiy tushkunlikdir. Bundaq turmushqa ko'nikkan kishilar ma'nisining bor yo'qligi bilan hisoblashmay, kulayli do'stlar deb kolbalarcha kulib yayraydi. O'ynayli do'stlar deb xudini yo'qotgan, majburiyatni unutgan holda beg'amlarcha o'ynaydi.
Yaşaylı dostlar deb nişansız, maqsadsiz holda nadonlarcha yaşaydı. Köp sallıqlarga ortaq bolgan bundaq turmuş kesel ruhi holatning, ijtimoiy psixikadagi sog'lomsizlikning ifodasi. Bundaq normalsizlikdan kesel jamiyat shakllandi. Nikoh krizisiga patqan majruh oilalar, illiqligi yo'qab, parchalanib ketayotgan baxtsiz oilalar, mas'uliyatsiz dodalar, diyonatsiz onalar, pul, huquq ko'yida xudini yo'qitib qo'yayotgan talay kishilar, ko'ngildagidek ta'lim-tarbiya muhitiga erisholmay, cho'lponlarni cho'ng bilish bilan qalbini ovundirib cho'ng bo'layotgan bechora bolalar dal mushundaq kesal jamiyatning ruhiy dunyosi yemirilgan qo'rqinchli qo'shildirdir. Mashhur faylasuf Kant idrokdan, axloqdan chatlagan holda tamoman huzur halovatga dumtushganlarning hayoti bir tiying'imi arzimaydi deb ko'rsatgan. Haqiqatan mu uzuksiz holda olg'a talpinib yashashni istamaydigan odamning hayoti qimmati yo'q, arzimas hayotdir. Yashashdan maqsad uzoq yashash emas, balki oldi bilan mazmunliq, ahamiyatlik yashash bo'lishi kerak. Uzoq yashagan bilan hayotning ma'nosini his qilib yashashni bilmasa, yashamaganga barobar. Qimmat yaratmay yashagandan o'lgan a'lo. Kishilardagi bu xil ruhiy g'urbatchilik ularning psixikasidagi ojizlik bilan munosabatlik. Odamning eng cho'ng raqibi o'zi. Odam faqat o'zi ustidan g'olib kela olsa, o'zini bo'ysundira oladi, ham dunyoni bo'ysundira oladi. Har bir odam hayotda boshqalarga hukmronlik qiladigan podshoh bo'la olmasligi mumkin, lekin har bir odam o'ziga podshoh bo'la oladi. İç ağırtış aralashgan arzon baholiq, arzimas yordamlardan umid kutmay, tavranmas ishonchimizga toyinib, umid bilan olg'a ilgirlasak, biz hayotdagi tashabbuskor odamga aylana olamiz. Ishonishga bo'ladiki, hayotda bir eshik etilsa, jazman yana bir eshik ochiladi. Odam turmushga yuzlanganda cho'qim jasur bo'lishi, hadislar zorla vermasligi lozim. Arzu istaklarini amalga oshirishga o'zini beg'ishlay olgan odam hayotning sirliq qovuqlarini ocha oladi. Ocholmagan taqdirdami o'ziga yuz keladigan holda yashagan azimat sifatida ko'z yumadi. Bundaq odam haqiqiy erkin odamdir. Arzu armonlarining amalga oshishini passivlik bilan kutib o'tirgan odam qul odamdir. Chunki bundaq odamlar o'ziga xo'jayin bo'lish shartiga muyassar bo'la olmagan odamlardir. Mutafakkurlar hayotning xo'jayini bo'l deb ogohlantirganda mushundaq hayotni nazar tutgan. Riyosatchi o'zini va o'zgalarni, hayotni va jamiyatni kuzatish va tushunish yuza bo'lishning odamlarning umidsizlik tuyg'usi bilan qanday munosabati bor? O'zini va o'zgalarni, hayotni va jamiyatni kuzatish ham tushunishning yuza bo'lishi tafakkur kuchining ojizligi bilan munosabatli bo'ladi. Tafakkur quvvati normal kishilar hayotdagi go'harlarni boyqab yetalaydi. Tafakkur quvvati ojiz kishilar bo'lsa, kishilik hayotdagi go'harlarning qimmatini his qilib yetolmaydi. Bir betali yigit bor ekan. Nima ish qilsa o'ng kelmaydi ekan. U o'zining ta'tir peshonligidan zorlanib yurdi ekan. Shundaqdimi tirikchilik uchun taraf-tarafga berib, istiqboli uchun yo'l izlaydi ekan. Bir kun kechda u xiyol bilan nishonsiz holda bir chig'ir yo'lda ketib etib, tuyuqsiz putiga bir nima putlashganligini sezibdi. G'uva ay yo'riqida inishib qarasa, yo'lning o'ttirisida to'mpiyib turgan bir xalta turg'udek. U xaltini silab beqib, ichiga liq tosh qochilanganligini bilibdi va hech nima o'ylamasdan xaltini qo'liga elib, bir tarafdan nishonsiz olg'a mansa, yana bir tarafdan zerikishdan xaltadagi toshlarni birdan elib daryoga tashlabdi. Toshlar gohi egiz, gohi pakar, yoysimon iznalarni qoldirib, daryoga tushib, zil ovoz chiqarib, daryodagi oy sho'llarini chayqaganda yigitning qalbi uzundan beri ko'rilmagan shodlikqa to'libdi. U o'zini xuddi bolalik vaqtlariga, tug'ilib o'sgan yurtiga qaytgandek his qildi. Talaysizlikni vaqtincha unutibdi.
Atrof asta-asta yo'rishqa boshlaganda yigitning qo'lida oxirgi bir don tosh qopdi. U uni daryoga tashlamoqchi bo'lganda, ondan uning asli nihoyatda esil go'har ekanligini bilibdi. U nihoyatda o'kinibdi. Bayqmay liq bir xalta go'harni daryoga tashlavatganligidan qattiq pushaymon qildi. Bu hikoyadagi yigit o'zimi sezmagan holda Parvardigar uningga ato qilgan go'harlarni tashlavatgan edi. Real turmushdami o'zining hayotidagi go'harlarni bekordan bekor tashlab etadigan kishilar oz emas. Ular nadonlik, bekorchilik, o'rinliq, oldirashlik, qatmonlik, beparvolik ichida umid, kurash, qizg'inlik, baxt, fursat, oila, shon sharaf qatorliq qimmatli hayot go'harlarini yengillik bilan tashlab etadi yoki isrof qilib tugatadi. Tong yo'rg'anda bo'lsa, vaqtning olli-burun o'tib ketganligini tan ilib, levini tishlab qoladi. Hayotda nurg'un kishilar yoshlik bahori to'zig'anda, behuda o'tgan vaqtlarni qaytarib kelish mumkin bo'lmaganda, ondan o'zida ilgari bor bo'lgan ashu qimmatli narsalarning qadriga yetadi. Hasratini chekadi. Ularni vaqtning jiddiy iqillariga mangulik tashlab etganligidan o'kinadi. Ongsiz ravishda tashlab etish bilan ongliq ravishda tashlab etishning farqi bor albatta. Yuqorqi cho'chakdagi yigitning harakati ongsiz ravishda o'zining go'harlarini tashlab etganlik bo'lib, ongsiz savallikka kiradi. Biroq ba'zi kishilar olqinidikining hayotidagi eng qimmatli go'harlar ekanligini aniq bilib turibmi, qilch qadrilmaydi. Xohlagancha tashlaydi, sundirdi, isrof qiladi, hatto dapsanda qiladi. Oxir berib pushaymonni oladigan qoch topolmay qoladi. Riyosatchi: Yolqin apandi, siz tafakkur quvvati normal kishilar hayotdagi qimmatli go'harlarni bayqab yetalaydi dedingiz. Bu so'zingizni bilimlik odamlarning ruhiy holati aktiv, umidvor, bilimsiz odamlarning ruhiy holati passiv, umidsiz bo'ladi deb tushunsak bo'lamdi. Umid bir xil psixikalik holat. Shunga bilim bilan umidvorlikni, bilimsizlik bilan umidsizlikni barobarlashtirib qo'yish xato. Ammo bilimlik, ma'lumotda mo'l, tafakkur quvvati kuchli kishilarning ko'pinchisi hayotdagi turli masalalarni to'g'ri hal qila oladi. Ularga to'g'ri muomala qila oladi deb qarashga bo'ladi. Bu yerdagi ehtimollikni hargiz nazardan soqit qilmaslik kerak. Chunki umidvorlik xarakterga bog'liq. Bilimi yo'q deyarlik, lekin xarakteri kuchli odamlar o'xshashla nihoyatda umidvor, ishonchisi kuchli keladi. Mustaqil xarakteri kuchli bundaq odamlar gohida bilimi mo'l, ammo xarakteri ojiz, azmi kishilarga jasorat bag'ishlaydi, umid ato qiladi. Aqlli bo'lish umidvor bo'lishga teng deb tushunishmi o'xshashla nomuvofiq qarashdir. Bilish kerakki, aqlli odamlarning qo'lidan kichik ishlar keladi. Navoda aqlga jasorat qo'shilib kelsa, u holda bundaq kishining qo'lida cho'ng ishlar vujudga chiqadi. Shunga umid, ishonch chirag'i ko'p hollarda jasorati urg'ib turgan, xarakteri kuchli odamlarning vujudida nur sochadi. Bilimlik, aqlli kishilar hissiyotga berilib yoki iqimga agishib ish qilmaydi. Bu ularning ro'shan aloyligi. Ularda tarbiya ko'rgan odamlarda bo'ladigan o'zni tutib olish kuchi bo'ladi. Bu nuqtada ularmi zo'r afzallikka ega. Demoqchi bo'lganim, umidvorlikning xarakterga munosabatli ekanligini ta'kidlash. Buni misol bilan tushuntirsak, xarakteri bir-biriga tubdan o'xshamaydigan qo'shkezak bor ekan. Aksi beshini sangiltib yuradigan mishchan bola bo'lsa, inisi tug'ilishidilla umidvor, tetik bola ekan. Ularning 8 yoshga to'lgan tug'ilgan kuni harpisida ota-onasi ularning xarakterining o'zgarishiga foydasi bo'lsin uchun alohida o'yinib, ularga ayrim-ayrim sovg'a tayyorlabdi. Cho'ng'iga yangi tipdagi yep-yangi velosiped oldi. Kichigiga ot teziga selingan quti tayyorlabdi. Sovg'a berilgandan keyin cho'nglar ularning inkosini ko'rib beqish uchun diqqat bilan qarshib turishibdi. Avval aksi cho'ng qapni echibdi. Echibdi-yu, panqmada yig'ilib etibdi. Ham sizlar mening velosiped minalmaydiganligimni bilasizlar-ku, texi sirti qor yig'ibassa, debdi. Ota-onasi paypatak bo'lib, uning ko'nglini yasash uchun avar bo'lib atganda, inisi qutini echibdi.
uy ichi ot tezikining puraqi bilan to'shibdi. O'ylimga yerdan enasi xo'shalliqdan varqirib etibdi. Ondan qin-qiniga patmagan holda qutini egiz ko'tirib, "Aytinglarchi, u otni nega yoshirib qo'ydinglar?" debdi. Bu misoldan ko'rilishga bo'ladiki, xarakteri ojiz, umidsiz bola yaxshi sovg'atdan xo'shallik his qilishning o'rniga yig'lab o'zini xaf qilgan. Xarakteri kuchli, umidvar bola tezakni ko'rib, otni tasavvur qilgan. Chunki u umidvar ruhiy holatga ega. Shunga aktiv o'ylaydi, aktiv fikr qiladi. Ruhiy holati umidsiz bola bo'lsa, passiv o'ylaydi, passiv fikr qiladi. Umidvorlik kishilik hayotdagi qimmatli ruhiy boylik deyishimizdagi tub sabab mushu yerda. Riyosatchi. Siz umidvorlik kishilik hayotdagi qimmatli ruhiy boylik degan so'zni bir necha qatim tilga oldingiz. Umidvorlik haqiqatan qimmatli ruhiy boylik. Shundaqla kishilik hayotning chirig'i. Bu nuqta yuqorqi so'zlaringizda xeyli ro'shan oydinlashtirildi. Endi umidvorlikning kishilik hayotdagi tangdoshsiz hayotiy kuch ekanligini misol orqali tushuntirib boqqan bo'lsangiz. Umidni qancha ta'riflasa arziydi. Lekin ta'riflab qo'yish bilan cheklanib, izohlash, tushuntirish yetarli bo'lmasa, kishilarning diqqat nazarini bu masalaga og'dirg'ili, ularning hayot qarashiga ta'sir ko'rsatili bo'lmaydi. Sizning umidvorlikning kishilik hayotdagi tangdoshsiz hayotiy kuch ekanligini misol orqali tushuntirib beqish to'g'risidagi taklifimiz nihoyatda o'rinli bo'ldi. Buni jonliq izohlab bera oladigan misollar ichida tövandagi misol nihoyatda tipik ahamiyatga ega deb qarayman. 1945-yili 5-oyda ittifoqdosh armiya Gitler Germaniyasini mag'lub qilib, Berlin shahrini egallagan. Ham Germaniyaning shartsiz taslim bo'lganligini jakarlagan. Uzoq o'tmay ittifoqdosh armiyaning oliy qo'mondoni bo'lgan amerikalik general Eisenhower urush o'ti ichida xonavayron bo'lib ketgan shahar Berlinga yetib kelgan. U Berlinga kelib, bir necha kundan keyin g'oliblarda bo'ladigan mag'rur hissiyot bilan Berlin shahrini ko'zdan kechirib boqmoqchi bo'lgan. U o'ziga o'xshash hissiyotdagi necha 10 general va admiralni agashtirib, Berlin ko'chalarini aylanib, Yevropadagi bu mashhur shaharning xaroba qiyofatini tomosha qilgan. Bir-biridan hayvatlik, bir-biridan surlik general va admirallarning oldida mag'rur qiyofatda ketayotgan Eisenhowerning nazari to'satdan bombardimanda uyrilib tushgan bir binoning xarobasidagi kichikkina torchuqni makon qilib olgan yolg'iz mo'mayga tushgan. Qarasa, yeshi 80larda bor. Chashir oqirib, yuzlarini qo'ruq besib, dumchib ketgan bir bechora mo'may ig'ir qadamlarini tasdi yo'tkab, neredagi tongdan kurushkada suv ilib, o'zi uchun panoh joy qilib olgan torchuqning oldidagi yo'pirmoqlari yashnab, gullari po'raklab ichib turgan kichik bir gul tashtikiga avaylab, mehr bilan suv quyib sug'urayotgan ekan. General Eisenhower to'tkiliga qolgan bu ega chaqsiz g'ayib mo'mayning harakatiga qarab, nimalarnidir o'ylab jimmida bo'lib ketibdi. U atrofidagi mo'mayning harakatini ko'zitib turgan hamrohlariga qarab, "Biz bu millatni tex mag'lub qila olmabdik", debdi. Eisenhowerni bu xil o'y fikrga keltirgan kuch qandaqdir Germaniyaning yoshirinib yotgan bir qudratlik armiyasi yoki maxfiy zavodi emas, balki o'ziga tava uyi, qaraydigan bola chaqisi, yegidak osh tamoqimi yo'q, qiyirib holidan ketgan bir maqmaq mo'may edi. Eisenhowerdagi g'oliblarga xos mag'rur hissiyotni pastgo'yga tushirib qo'ygan narsa dal mo'maydagi umidvorlikdan iborat. Odatdagi ahvol bo'yicha aytganda, ega chaqisiz, bosh panohsiz u mo'may eski tuskilarning ichida tilamchiga o'xshash siyoqda yoki o'limini kutib, yoki birarsining yordamini kutib yetish kerak edi. Lekin u mo'may ashundaq nachar sharoitda turayotgan ham eng bechora holatga tushib qolgan bo'lsa-mu, muhitini go'zal qilishga tirishib, bir tashlab gulni butun mehri bilan buviqini imitayotgan yosh cho'kandak sug'urib yashnatgan. Mashhur adabiyot obzorchisi Belinsky tirishchanlik hayotning shartidir. Tirishchanlik tugisa, hayot tugagan bo'ladi deb aytgan.
Mo'mayni, muhitini güzel qilishga undagan kuch dal umiddan iborat. Ma'lumki, gulni so'yganlik go'zallikni so'yganlik, go'zallikni so'yganlik hayotni so'yganlik. Hayotni qizg'in so'ygan odamda o'zini qadrlash tuyg'usi bo'ladi. O'zini qadrlaydigan odam tirishchan, aktiv, tashabbuskor odamdir. Germanlarning 2 Dünya urushida fojialik mag'lubiyatga duchor bo'lib turibdiq. Oradan 30 yil o'tmay xalqarodagi eng taraqqiy topgan iqtisodiy kuchi, fan texnika kuchi eng kuchli davlatlar qatorida mavjud bo'lib turadiganligi, ularda ana shundoq eng qiyin ahvoldami umidni yo'qotmay, ishonchini so'slashtirmay yashashga odatlangan onalarning ko'plab bo'lganligidir. Albatta, bundaq analar boshqa millatlarda yo'q emas, lekin oz ko'pligida farq bor. Mening boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'larim madaniyat zo'r inqilobiy yillari edi. U yillarda sinfiy kurash tutqa qilinayotgan bo'lg'achqa ishlab chiqarish tashlanib qolgan. Shunga yez egiligi bakmi qaloq edi. Dehqonlar shuncha ishilsimi qo'rsqi to'ymay, uchisi illimay o'tadi. Bizning mahalla 7 oilalik bir kichik mahalla bo'lib, mahallamizda 50 yoshlardan oshgan oila qiyinchiligi ig'ir bir ayol bo'ladigan. Bu ayol oila qiyinchiligi ig'ir bo'lg'achqa ko'minaning ig'ir amgikidan qolmay ishlaydi. Usti-beshi shuncha namrat, turmushi shuncha qiyin bo'lsa-mu, ruhiy holati ko'taranki yuradi. Men bu ayolni qishdan boshqa fasllarning hammasida cheksiga qizilgul, pichangul yoki mamkap degandek gullarni qistirib olgan holat ko'ratdim. Ko'p yillar o'tgandan keyin ko'rgan bilginim ovg'anda his qildimki, ashu ayolmu go'yo heliqi Berlinlik mo'mayga o'xshash qiyinchilikqa bosh egmaydigan umidvor ruhga ega ona ekan. Bu ayolning cheksiga gul qisib yurishi o'zini qadrliganligining ifodasi. Ya'ni sen gul qisqidak ayol degan ma'noni bildirdi ekan. Odamning har qanday bir so'z harakati uning muayyan psixiklik xususiyatining ifodasi hisoblanadi. U ayolning cheksiga doim biror gulni qistirib yashashi uning hayotga bo'lgan qizg'in muhabbatining ifodasi. Ayni chaqda har qanday bir fotograf u namrat ham japakesh ayolning etis beshidagi cheksiga gul qisqan turqini ko'rgan bo'lsa, hayajonga tushmay qolmaydi. Navad u ayol mehnatkashlarning obrazini sizishga amroq g'ozahmatdek donliq rassomlarga uchrab qolsa, ularning to'yg'un ko'ziga bir butun millatning onasi siyoqida ko'rinmay qolmaydi. Fotograflarni hayajonga soladigan, rassomlarning ilhomini qo'zg'aydigan bu kuch hargizmi u ayolning tashqi qiyofati emas, balki ashu oddiy qiyofatning orqasidagi alohida ruhiy holat. Shunga deymizki, ishonch va umidvorlik odamni ham kuchli ko'rsatadigan, ham kuchli qiladigan ajoyib xosiyatli ma'naviy qurol. Riyosatchi. Ishonch va umidvorlikning odamga kuch ato qiladigan tangdarsiz ruhiy energiya ekanligini bak jonliq tushuntirib berdingiz. Suhbatimiz nihoyat ahamiyatli mazmunlarni cho'rtab qanot yeyotdi. Har qanday davrda umidvorlik va umidsizlik masalasi o'xshash bo'lmagan darajada saqlanib kelgan. Tadqiqotchilar insoniyat 21-asrga qadam qo'ygan bugungi davrda umidvorlik tarbiyasi ilib berishga texmi bakrak muhtoj bo'layotdi deb ta'kidlashmoqda. Sizningcha bundaq ta'kidlashning ta'xirsizligi nada? Bundaq qarashning ilmiy asosi ham bundaq ta'kidlashning ta'xirsizligi bor. Tadqiqotchilar bugungi insonlarni yuqumli kasallik davri va jismoniy kasallik davridan xalqib ma'naviy kasallik davriga qadam qo'ydi deb ko'rsatishdi. Bu deganlik hargizmi insoniyat yuqumli kasallik va jismoniy kasallik bilan xo'shlashdi deganlik emas, balki insoniyat uchun aytganda ma'naviy kasallik texmi kuchaydi, ham texmi vahimalik holatga o'tdi deganlik. Ro'shanki, umidsizlik bir xil ma'naviy kasallik. Ümidsizlik, tushkunlik sababidan nobud bo'layotgan kishilar. Shu sababdan kelib chiqayotgan ig'ir ijtimoiy masalalar kishini cho'chitadigan darajaga berib ketdi. Qabul qilishga bo'ladigan sabab bo'yicha aytganda, umidsizlik put-qo'lining mag'duri ketgan, aql idroki zaiflashgan, armonga tushliq, darmoni qolmagan, yashangan kishilarda ko'rilsa, tushunishga bo'ladi. Yomon yeri hozir
ümitsizlik barğan sari yoshlashyapti. Шуңа biz insoniyatning ma'naviy kasallik davriga qadam qo'yganligi ham ümidsizlikning barğan sari yoshlashyotganligini nazarda tutib, umidvorlik tarbiyasi elib berish ta'xirsiz masala bo'lib qoldi degan qarashni quvvatlaymiz. Bu qitimliq suhbat pishqadam inqilobchi jamoat arbobi Muhammad Emin Umarovning tövəndəki bir kopti şeiri bilan oxirlashtirilgan. Baharning oq guli kumush chochlarim. Ketmidi bor texi mening yoshliqim. Davrimga jo'r qilib surgan umidim. Shu mening nigorim, qalam qoshliqim. 2019 yili 25 avgust Janbat unga elindi.